Bu ikkala preparatni bolaga 15-20 kun davomida beradigan bo'lsangiz, nimalar o'zgaradi? Bolalarda ichak sanchiqlari, ichak kolikasi, ichakda gaz yig'ilishi, shunaqa muammolar sabab bolalarning chirillab qolishi, bezovta bo'lishi anchagina yengillashadi, kamayadi. Agar bolaning ichi doimo suyuq, tez keladi, ko'pikli, o'tkir, noodatiy hidli bo'ladigan bo'lsa, ona suti yoki smes tarkibidagi shakarni yaxshi o'zlashtira olmasligi oqibatida yaxshi vazn olmayotgan bo'lsa, shunaqa muammolar o'z yechimini topadi. Agar bolada qabziyat kuzatilayotgan bo'lsa, ichini o'zi keltira olmayotgan bo'lsa, gliseringa bog'lanib qolgan bo'lsa, kombinatsiyaga biroz o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Bifalak sinkumni o'rniga bifalak magniy qo'llashimiz mumkin. Dozalari qanaqa, boshqa qanaqa qo'shimcha tavsiyalari bor, bularni izohda o'qib chiqishingiz mumkin. Keyin oldingizdan boshqa chiqmasligi mumkin. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Video ommalashishi uchun like bosing va videoni shunaqa muammosi bor ota-onalarga yuborib qo'ying.